Men dengizga birinchi marta kelishim edi. Bugun dengizni o'zim uchun kashf qildim. Dengizga kelish tadbiri juda ham ajoyib bo'ldi. Hammasi tartibli, o'z o'rnida, xavfsiz. Bugungi tadbir amalga oshirgan insonlardan minnatdorman. Yangi tajriba bo'libdi sizga, aynan Koreya tarixida. Sizda qanaqa? Menda taassurotlar yaxshi. Men ham dengizga birinchi marta kelishim. Mataga yaxshi taassurotlar bor. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Yangi kelmoqchi bo'lgan odamlarga ham tavsiya qilasizmi? Aynan bizda bu tadbirlarimizga qo'shilishni. Albatta, hamma yoq o'z o'rnida, tartibli, ham xavfsiz kelib, mana shu yerda maza qilib davom etishinglarni tavsiya qilaman. Agarda keyingi bizda shunaqa tadbirlarimizga qo'shilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, taklif qilamiz. Mana xolisona fikrlarni eshitib turibsizlar bu yerda. Sizga qanaqa taassurotlar? Mana bugun keldik, maza qildik, suzdik, cho'mildik. Har xil nima tadbirlar bo'ldi, maza qildik. Aka sizlarga kattakon rahmat. Keyingi safar toqqa chiqishni rejalashtiramiz. Agarda bormoqchi bo'lsangiz, hozirdan bizni kuzatib boring va obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.